Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bugun Xudo xohlasa chiqargan videomiz hijoma olish jarayonini ko'rsatib beramiz Xudo xohlasa. Siz ko'rib baho berib borasizlar, kimda xohish istak bo'ladigan bo'lsa, shularning hijoma qo'yadigan doktorning nomerini ekranda qoldiramiz Xudo xohlasa. O'zingiz bemalol bog'lanaverasizlar. Hozir gittik videoni boshlaymiz. Sog' bo'ling. Tamam bunu buradan like'lar basıp veremiz Xudo xolasa. Kudret usta yaxshimisa? Hech ko'rmadim kesa. Zo'rmi? Shu kuni kesganlar. Ha. Bu kesa bo'ladi. Ya? O'simlikdan so'rab qo'yadi. Nima desa? Buni so'rab turib gapaman. Qiziqib bo'lsa deyman. Muslimbekdanman. Hijoma olish jarayonida Kudret cho'ram hijoma berib turibdi. Shu bankalar do'lama endi. Kesib ketadi. Hozir men ishon telefonimdan ko'proq do'lalarni bir ikki banka silsa silab beradi. Mana ichindagi qonunni chetib olasiz endi. Albatta. Yo'li bormi? Yo'q. Yaxshi, ajoyib. To'qqiz dolar ikkitadan oyoqingiz bo'lsa o'sharsizmi? Aytmish. Aytmay yetmadi. Bo'lmasa bu shart emas. Ayaklarga shamol mashina ayakdan to'qqiz jirsa bo'ladi. Bo'lmasa shart emas. Pedalini o'ynatmaydi. To'g'ri, yurak ritm bilan o'ynaydi. Yaxshi. Foydasi ko'p, lekin yurak ovozini sanab kursga beradi. Muslimbek bu hijomani nechta odamlarga tavsiya etasiz? Nechta odamlar olishi kerak, nechta odamlar olmasligi kerak? Buni asosan shu daveniyasi baland yurgan odamlar olishi mumkin. Buni zakonli faoliyati yaxshi. Daveniyasidan past yurgan odamlar, keyin qon kamlik anemiyasi bor odamlar uchun tavsiya etilmaydi. Sahar bo'lmasligi kerak buni olish uchun. O'sha sahar past bo'lishi kerak. Sahar bor odamlarda o'sha mumkin emas.
tavsiye qilinmaydi. tavsiye qilinmaydi. Lekin davleniyasi bor odamlar, shu metabolizmda, ya'ni qon aylanishida muammolar bor odamlar tavsiya etiladi. O'sha organizmda qon aylanishini yaxshilashishini katta narsa bor, ta'siri bor. Bu hijomani Payg'ambar alayhissalom tavsiya qilganlar. Sunnat. Maksimal minimum shu где-то 6 oylar atrofida olib turish tavsiya etiladi. Bir marta olib boshlagandan keyin davom ettirish kerakmi har 6 oy? Kasalga qarab nasi bor, seanslar bor. Masalan, davleniyasidan balandlikda odamlarga qarab davleniyasining chiqadi, balandligiga chiqadi, nima bo'ladi, yurakdan manidan bo'lsa, shunga qarab ne tuziladi o'zi. Masalan, necha marta olinadi, necha kurs, kuni qachondan keyin kelinadi, bir haftadan keyin keladigan kasallar bor, bir oydan keyin keladigan kasallar bor. Bular masalan sentyabrda olgan bo'lsa, shu 6 oy bo'ldi. 6 oydan keyin keling deb berdik. 6 oydan keyin keldilar. 6 oydan bir marta olish bo'lar tavsiya etiladi. Ayrim odamlar 3 oydan keyin deb beramiz. Shunday odamlar bor, 3 kunlab, 4 kunlab izlizini olma beradi, cherizini olsa bo'ladi. Bemorning ahvolidan kelib chiqib natijalar narsa qo'yiladi. O'sha masalan to'xtab berish, bir zamonda olib tashlab. To'xtadang. Jo'r ahvoling yaxshimi? Kameraga tushib turibman sen, podpischiklaring uchun. İnternetga qo'yasam yo'qmi o'zing bilasan. Shifokorimiz yuzini ko'rsatib bilamiz. Молодец. Jo'ra. Sentyabrda olgan bo'lsang, necha sana ta'sir etdi bu hijoma? Zo'r ta'sir etdi. Ijobiy taraflari ko'pmi ekan? Salbiy taraf yo'qmi? Yo'q, taraf ko'rmay hijoma. Payg'ambarimizning sunnat bu. Men amal jakadan bizni davlina pasulida mana mumkin emas ekan. Doktor aytdilar sizga mumkin emas deb. Qachon davleniya normaga chiqarsan, davleniya past vermish normaga chiqsan, o vaqtda mumkin undan ham minimal nedan boshlanadi, eng oz nedan boshlanadi, 3 bankadan, 4 bankadan maksimal asta-asta olib boradi. Shunda o'z doktor har birisida 30 grammdan oladi dedingizmi? Taxminan. Shunda bir 8 banka bor. 220 gramma chiqamaydi bundan hozir. Birdan chiqmaydi. Unda hozir 30 deganimiz bilan maksimalni dolsa 30 oladi masalan. Hali lekin bu dolmadi yana. Bo'lmadi, to'xtadi o'sha berishi примерно shu 180 bilan 200 atrofida ham qoladi. Ha issiq bu jo'ra qonim. Sovuq Bina vakuum metodon pistolet ekan. Ajoyib. Bu lanchlik yomon ekanligimiz. Shetda jo'ra kellang ochilishchakmi? Yomon sadoyi. Ya elbette lanch bu o'qit o'rtalardan manda musulmonga oshib hijomadan. Umuman elbette muhim gelmeydi. Gazete zaten shunday. Hijomaning salbiy ta'siri yo'q, lekin shu qaysi kasallar qo'yiladi, necha odamga qo'yilmaydi, shuni aniq ko'rsangiz bo'ldi. Salbiy ta'sir etadi. Endi sahar kasali kelib turib, masalan, hijoma qo'yib bering desa, kelinglar hijoma olib bersak, opasini xudo saqlasin. Yo davleniyasi past odamdan olasiz, sразу davleniya tushadi. Bu ham opasni narsa. Shu so'raladi kasallikni. Yine ise xudo xolasa hijoma olindi. Bankalari olish jarayonini kuzatamiz. Siz umuman ko'rmayapsiz hijomalar? Hammasi. Birinchi banka gitti. Her bir bankaga maksimalni 30 gram sig'adi ekan. Taxminan hozir 18 gramlar bor bu bankalarda. Jigar o'xshagan quyuq qona. Endi ko'pchilik buni xato tushunadi, masalan, harom qon deb aytadi, boshqa deydi, lekin bu emas. Organizmda harom qon bo'lmaydi. Просто derining tenda shunday narsa bor, o'zi derining birinchi qatlamini kesgandan keyin shuni deb tushuntiraman, og'ir metal ko'proq bu qonda. Derining tendalari kapillarlardan olingan hisobini og'ir metal ko'p bo'ladi. Buni ko'pchilik xato tushunadi. Masalan, harom qon degan narsa yo'q. Xato fikr. Просто qon bankaning ichida durban berib quyiladi, ham kapillarlardagi og'ir metali ko'p qon olganligining hisobini quyroq ko'rinadi. Boshqa bir yangi narsa yo'q.
Bu hıcamanı alıp durup endi sırazı işe düşüşte olsan bolam işletiyor. Dem Ama alış. lekin ilojimiz etmeyiz. İlojimiz uya barıp bir dem algan yaxshi, lekin Neçe gün? gün emas. Yeting. Soat. Ertaga chiqib ketaveradi bemalol. Endi çakın bu işe gidecek öldürttü da. Ketaveradi bemalol. Kudret Usta işe gideveresen eken. Lekin nagrizga berib ishlamaslik kerak iloj boricha. Endi 3 kun tamam bir yol sağlık. Sho'ri bo'ladi. Ne oldu sen? 3 kun yol qo'ydim. He. 3 kun bo'lmasa 2 kun bitta suv degan yaxshi. Yana bitta chiqib qo'yib ya. Tamam, ketasini nagrizga berib soldim. Ozgina ham boshlaysiz qisdan. Qisdan. Bo'ldi shunday. Boshlaydi. Biz bankalarni chatib olamiz degan savolimizga javob. Madem kızı kadar şu. Bu anlamadım. Üç sıkaldı. Oydun mu sen? Evet. Keyfiyetiniz olma? Bilmiyorum. Настроение geçecek? Hem Özbekçeler hem Rusçalar sohbet bizde. Ko'pchilik joylarda ham pijama shunda qalamxonlar olib tashlab deb kasallarga tushuntiriladi. Buna ishonmaslik to'g'risi ham aytiladi. Ishonmang shu gapga deb tushuntiramiz biz. Biz aslida haromxon emas, to'g'ri, lekin organizmdagi demir emas, og'ir metal ko'p. Og'ir metal deb aytiladi. Chunki bu qon уже laboratoriyada tekshirilgan narsa. Oddiy qon bilan venadan olib, shu qonni ikkisini laboratoriyada tekshirgan vaqtda bunda og'ir metalda kerakmaydigan atrofda ko'p chiqqan. Uning sababi bu deri kesiladi. Derining denek limfa tochkalari bo'lsa, limfatik tochkalari. Derining birinchi katlamından çıkan be. Aslında esasen şuna yakın. Bizning xalqimizda bu harom qon deb miyasine singdi. Lekin aslında Bunday emasda. bunday emas. Og'ir metal deri qon chiqmaydi endi. Tozalab yuboriladigan suv demaydi bekka tushgan. Hem yana bir gap Kudret Usta'nın podpischiklari hijama algandan keyin 3 kun mobaynida g'usl qilinmaslik tavsiya qilinadi. Müslimbek Kuryazov 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 11 sertifikatiga ega shifokor. Tak, hijamanın adresi Şundin больницаның yolunda. Ben tarafımızda yana SES больница. Больницаға ertmen durup stomatologiya yana. Şurada hijama var 2. etajda. Müslimbek Kuryazov degan dostumuz shifokor. Yana az dostumuz hijama topshirib chiqdi, xudo xolasa. Jo'rasa yana reklama aytasan, aytmasam o'zing yozdan kamera tushib qo'yadim adreslarim. Sağ olasınız, aman olasınız. Operatordan taraf. Bir zaman like atsa basıp veremiz. Selamun aleyküm ve rahmetullah.